juda ham ko'p ayollar kuzatishadi va yozishadi. Bariatrik operatsiyasidan keyin homilador bo'lishi mumkinmi va qancha vaqtdan keyin? Semizlik zaminida bepushtlik kelib chiqadi. Ko'pgina mana yoshlar vazni katta bo'lgan semizlik, ikkinchi, uchinchi, ayniqsa 3-darajali semizlik bilan aziyat chekkan yoshlarda bepushtlik bo'ladi, semizlik asosida. Ular operatsiyadan keyin bemalol farzand ko'rishi mumkin. Ha, demak bu nafaqat mumkin, bu balki bu kerak. yaxshi rolga. Bu ko'rsatmalardan biri bu. Endi operatsiya bo'lgandan keyin kamida 1 yil homiladorlik mumkin emas. Chunki organizmda operatsiyadan keyin katta o'zgarishlar ketadi 1 yil davomida. Kamida 1 yil atak yaxshi bo'lardi, 2 yilgacha saqlansa. Sabr qilsa. 2 yilgacha saqlansa, unda juda ham yaxshi bo'ladi, chunki organizm to'liq o'zi kompensatsiya qiladi, o'ziga keladi, sog'lomlashgan bo'ladi va bu holdagi homiladorlik yaxshi kechadi.